Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bizda yana bir Nexia bir avtomobili sotuvga qo'yildi. Ko'rib turibsiz, rangi oq, 2007-yilda ishlab chiqarilgan Donus motor, prostoy, 4 ta yangi balon, 15-20% kraskasi bor. Metan uстановка qilingan. Mashina yurib turibdi, minishga tayyor. Hozirgi paytda chiqimi yo'q. Salonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli ozoda saqlangan, qo'riqchilar bor, kovliklar bor. Kimgadir shunaqangi holatdagi Nexia bir avtomobilda zarar bo'lsa yoki sotib olib minaman deb yurgan aka-ukalar bo'lsa, raqam qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol sotib olishingiz mumkin. $2500 narx qo'yildi. Albatta kelishilgan narxda sotiladi.